Assalomu alaykum hammaga. Vebinarimizdan boshlaymiz. Bugun Zarif ustozimiz Zarif Sazikovani o'zlari o'tib bermaydilar. Yordamchilari bo'laman, assistent ismim Doston. Ularga bugun oddiy, yengil savol-javob chati formatida vebinar o'tkazamiz. Savolinglar bo'lsa, kurslar haqida, bizlarga raskopka, bizlar metodikamiz haqida ularga javob berib boraman. Zapisi boshlab qo'ydim. Xo'sh, bugungi mavzuyimiz natija haqida. Oddiy natija. Bu to'g'risida ko'p videolarda, ko'p darslarda eshitganmiz. Ko'pchilik aytgan natija, harakat, motivatsiya. Natija o'zi nima? Iltimos o'zingizlarda nimaga harakat qilasizlar, qanaqa natijaga erishmoqchisizlar? Kommentariyaga yozinglar, qo'ldan kelgancha. Endi Zarif ustozimizdagi yaxshi javob beramizmi? Qo'ldan kelgancha sizlar uchun harakat qilaman. Tak, ovozim yaxshi bo'lishi kerak. Agar past bo'ladigan bo'lsa, aytinglar, ovoz ko'tarib olaman. Natija to'g'risida aytib natija bu nima? Ishdagi natija, oiladagi natija, baxtli hayotdagi natija. Bu ko'proq yoshlarimizda uchraydigan holat. Mana o'zim ham bukvalni kecha oshna qaynlar bilan, sinfdoshlar bilan yig'ildik va bu to'g'risida gaplashdik. Menga bu qiziq. Ularning hayotida nima qiynalishlar, hammasi yaxshimi? Nima holatlar bo'lyapti? Bu holatlarda men ularga qanaqa yordam bera olaman? Shunda gaplashganimizda bir do'stim holati bo'yicha aytadigan bo'lsa, bitta holat bo'lyapti. Ya'ni bitta narsaga harakat qiladi, natija kelish o'rniga bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin yarim yil, 10 oy bu to'xtaydi. Go'yoki qurvat harakat plan qilyapti, lekin birdaniga bu to'xtab, yangi ish boshlayotgandek. Bu holatlar ko'pchilikda bo'ladi. Xuddi ertadan yangi hayotga boshlayman, ertadan trenirovka qilishni boshlayman, o'zim bilan shug'ullanishni, ertadan kitob o'qishni boshlayman degandek. Bu tanish holati bo'ylayman hammaga. Ovoz juda past. Assalomu alaykum Dilorom opa. Hozir ovozimni yana ham ko'taraman. Xo'sh, tekshirib olaman. 1. Natija deganda hozir men harakatga sal ketib qoldim. Hozir ovoz tekshirib oling. Shu ovozim vro'je yaxshi boryapti. Harakat. Shunga yarasha plan tuzdik, harakatni boshladik, lekin baribir natija yo'q. Nega? Mana shu to'g'risida bugun gaplashamiz. Bu natija bo'lishi mumkin sog'liq sferasida, ish sferasida, munosabatlarda, oilada. Hamma xohlagan natija har xil. Bir xil xohlaydi baxtli yashash, bir xil xohlaydi suyukli bo'lish, bir xil xohlaydi boy bo'lib bo'ldi deydi. Bir xil uchun pul muhim, bir xil uchun oila, bir xil uchun o'zi, baxt. Mana shu narsa. O'shaning uchun universal javob yo'q. Bu vebinarda men amaliyoti bilan shug'ullanmayman, ochiqchasiga javob sizlarga bera olmayman. Hammada podxod individual. Hammani o'z yo'li bor, hammani o'zining dunyoqarashi bor. Kimdir bergan maslahat sizga mos, kimnikidir mos emas. Shu uchun biz ongosga tushish kursiga sizlarni taklif qilamiz. Zarif ustoz o'zlari to'g'ridan-to'g'ri olib boradilar. Uje qabul ochilgan, yanvar oxirida darslarni boshlaymiz. Mana shu joyda siz uchun nima muhim? Mana shuni aniqlash, un bilan ishlash. NLP texnikalari, ongosga tushish. Undan tashqari katalepsiya, amneziya, analgeziya, samogipnoz texnikalari ham bor, metodikalari bor, meditatsiya, to'liq prezentatsiyalari bilan materiallariga do'stlik qilib beramiz va keyin asosiy tahlil darslarida bularni mustahkamlab o'tamiz. Amaliyot bo'ladi. Sababi teoriyani o'rgangandan tashqari bizga amaliyot ham kerak.